Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Azizlar, qadrdonlar, barchalarga yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ma'lumki, qurbonlik kelgan paytida tabiiy kambag'allar xursand bo'ladi. Boylar ham xursand bo'ladi, qurbonlik so'yish rejasi borligi uchun. Lekin qayerdan olaman, qanday qilib so'yaman, qaysi qassobga gaplashaman, go'sht tayyor bo'lgandan keyin kimga tarqataman kabi muammolar, savollar tug'iladi. Ana shu savollarning yechimiga ajoyib taklif sizlarga aytmoqchiman. Albatta ixtiyoriy bu, lekin qilgan qurbonligingizni ajri mukofoti nasib bo'lsa juda baland bo'ladigan joy bor. Mehr 20-20 guruhi. Bu guruh Toshkentda juda ko'p yetimlarni, ya'ni qaramog'iga olgan, ularga haftalik, 2 haftada bir ro'zg'or qilib kirgizadi. Ana shu ro'zg'orda albatta siz so'yadigan qurbonlikning go'shti bo'ladi. Qurbonlikni batafsil jarayoni to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifaga o'ting, u joydan ma'lumotlarni oling.